Akamiz bizga zo'r life hack ko'rsatgan ekanlar. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, qirrani shunaqangi ideal darajada qilib chiqyaptilar. Buni o'zi ikkita yo'li bo'ladi. Bittasi ego bilan qilinadi. Bu narsa hozirgi paytda kam tarqalgan O'zbekistonda. Ikkinchisi mana pichoqning orqasida shu narsaga zo'r yechim qilib qo'ygan ekanlar. Bu narsa nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, stikki qirralarda yoki bezramishning oynalarda mana shu paytda muammo bo'ladi. Mana shunga yechim qilib qo'yibdilar. Faqat bunaqa paytda bitta narsaga e'tibor berish kerak. Agar tonirovka yaxshi qurimagan bo'lsa, plyonkalar ko'chib ketib, xunukroq holatga kelib qolishi mumkin. Agar sizlarga mana shunaqa professional pichoqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 8 ga yaqin instrumentimiz bor. Undan tashqari patroni kerak deydigan bo'lsanglar, 10 xilga yaqin olib kelib qo'yganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, tajimaniki bor. Mana bu 3 li deysizlarmi, 300 deysizlarmi, 45 gradusli oqi kuydirilgan hammasidan assortiment bor. Undan tashqari do'konimizda 200 ga yaqin instrumentimizda 6 xil son zashtalarimiz, tonirovka broni plyonkalarimiz bor. Agar sizlarga ham sifatli broni plyonka, shunga o'xshash narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.